Bugun Jahon chempionati finaliga qaysi terma jamoa yo'l oladi? Ispaniyami yoki Fransiya? Amaldagi oltin to'p sohibi boshqa bir oltin to'p yutgan futbolchiga qarshi Lamine Yamal Kylian Mbappega. Bu jamoalar ketma-ket yarim finallarda 3-bor to'qnashadi. Bu safar ham Ispaniya finalga chiqadimi yoki Fransiya final masalasini hal qiladimi? Birgalikda bilib olamiz. Avvalo Ispaniya hujumi 2024-yildagidek yorqin ko'rinmayapti. Bu sezilib turibdi. Nico Williams jarohatdan endi qaytdi. Lamine Yamal esa turnirda kuchini tejab o'ynayotgandek. Oyarzabal va Bayena ham yomon emas, ammo ularning darajasi ma'lum. Fransiyaga qaraydigan bo'lsak, 2024-yilda ularning markazida Kolo Muani o'ynardi. Dembele esa hozirgi darajasidek emas edi. Hujumdagi asosiy figuralar Olivier Giroud va Griezmannlar o'zining faoliyatining so'nggi bosqichiga kelib qolganda, Mbappe esa qandaydir sabablar bilan o'z darajasida emasdi. Ammo bugun holat umuman boshqacha. Fransiya yana o'zining eng kuchli Mbappesini qaytardi. Dembele oltin to'p darajasidagi futbol namoyish etmoqda. Eng muhimi, Fransiya sifatni yo'qotmagan holda ikkita kuchli hujum chizig'ini maydonga tushira oladi. Agar o'yin qo'shimcha daqiqalargacha cho'ziladigan bo'lsa, bu ulkan ustunlik bo'ladi. Yana bir narsa, Belgiyaning Ispaniyani musobaqadan chiqarishi mumkinligini his qilgandim. Sizlarda ham shunday tuyg'u bo'lgan bo'lsa kerak. Agar Courtois uchrashuv oxirigacha maydonda qolganida, bu haqiqatdan ham qaysidir ma'noda sodir bo'lishi mumkin edi. Holbuki bu hatto 2018-yildagi kuchli Belgiya ham emasdi. Yana bir omilni inobatga olmasak bo'lmaydi. Albatta bu ruhiy ustunlik. Yamalning Fransiya haqida aytgan fikrlari fransuz futbolchilarining qulog'iga yetib borganligi aniq. Ular esa Yamalning bu gaplari haqida bayonot berishmadi. Demak, ular hammasini maydonda isbotlamoqchi. Shunday ekan, biroz